Quyonni noldan qarashni ko'rsatyapman akalar. Like bosib, obuna bo'lib, yana nimadirlar qilib yuboringlar. Xudo xohlasa yaxshi kandidlar bilan. Ana onlar qarang. Omuchi. Ne turib mana. Push. Mana. Tozalandi. Endi axlatni olib qo'ydik. Ne turib pauza qilamiz. Mana. Axlat olindi, quyonxona tozalandi. Mana, ko'rdilar. Quyonlar o'sha rohatlanishni boshladi. Buni nima qilamiz? Ha, yaramas. Telefondan qarab ko'rib qoldim. Yem nimaga to'kib yuboribsan? Aytdim, yem nima to'g'ri oz qoldi-kin deb. Yoki karlik tikka quloq desa, buni qilib ochib turib. Mana uni qaranglar deyman. Xudo xohlasa bu ona quyonim. Akalar, qulog'i barmoq bor-ku. Qo'limni cho'zsam qiyin-da, men o'lchab. O'zi ko'rinib turibdi kalasi, mana kattaligi ham, bundan ham kichkina. Bitta videoda chiqib qolsa ham. Ammo qashqa tishlaydi. Mana shu yerdan o'lchab bera olaman, mana kallasi, mana. Ko'ryapsizlar-a? Mana, ikkita barmoq. Yana bir oldi, yeyapti mana. Nima kichkina quyonchamiz qoldi. Inimiz nomli bo'lgani uchun korobkaga ham qo'yib yuboryapmiz. Mana qulog'i qarang mana. Hatto o'tvoy. Qulog'ini ko'rib oling. Olaveramiz biz. Tagiga yopishgan holatda. Qulog'i. Xudo xohlasa buni bolalari ham sotuvga chiqadi. Assalomu alaykum. Elita farm obunachilar, quyonlarga talab qarashni boshladik. Hop. Birinchi bo'lib suv quyishni boshlaymiz endi. Sartilgan suvlarimizni. Suvni sal iloq qilib quydik. Quyonlarni har kuni ertalab tekshirib qo'yish kerak. Qonni ishimagan, boshqa holatlarni ichi o'tmaganini ko'rib qo'yasizlar. Ha, yaxshi. Demak, yaxshi. O'ynashi, yurishi yaxshi. Quyonlarga kechirib qo'yasizlar, chunki quruq trikolor zotlarimiz tez kasal bo'ladigan zotlardan. Shuning uchun har kuni tekshirib qo'yish kerak. Ichilib o'tmagan ham yo'q. Hop, mana endi reksortlarimizga yetib keldik. Hop. Bu Rex Gepard zotlarimiz. 2 oylik quyonimiz 3 kilo vesi bor. Bunaqa natijaga erishish qiyin, ancha-muncha, chunki bu quyonni to'liq 2 oy onasi bilan emizdirganmiz. 2 oylik 10 kunlik bo'libdi. Yemni ham ayamasdan qolaverish kerak. Och qoldirish barobatlar degan narsalarga men o'zim ishonmayman. Quyon qancha yegan sari ko'rib turib rohatlanasizlar. Quyon yeyorish kerak. Yeganni, yemaganni qolaveradi. Hop, endi suvni quysak. Uzr, kamera sal qiyshayapti, chunki o'zim ushlab quyonlarga qarashni boshlaganman. Suvni berdik, yemini berdik. Yopamiz. Hop, undan keyin trikolor ona quyonimizni qarashni boshladik. Qalaysizlar? Oho, nima qildingiz? Qoch. Shu quyonlar chichib qo'yadi. Iloji boricha mana qiyinna qila olish kerak. Endi bizda prosta quyon hozir ko'payib ketgan hisobiga iloji yo'q. Oddiy ishlar ham qilib qo'yganmiz. Hop, yemini suvini beramiz. Aziz quyon ishqibozlari, ona quyonlarga ayamasdan solaverish kerak, chunki ona quyonlar och qolmasligi kerak. Ular yeyishiga maza qilasizlar. Ha. Mana. Mana. Ol. Hop. Suvni quyib qo'yamiz. Bu sames, Gepard samesimiz. Bunga bir siqim yetadi. Hop, idishini to'kib qo'yibdi. Bu quyonlarda ozgina shu tumshug'idan silab turish kerak. Nimaga desanglar,
quyon stressga tushmaydi. Keyin odam qilgani cho'chimasdan turadi. Hozir buni ham hali o'rgatmadik qo'lga. Qo'yapti mana. Hop, keyingi quyon. Karlik baranlar men yoqtirgan o'zim quyonlarim. Nimaga desanglar, bundan men anchagina foyda qildim. Misol uchun, men o'zim qimmatroq olgan, misol uchun 50 dollar, 100 dollar olgan bo'lsam ham bir parasini bolalarni 100 ming, 150 ming yoki 200 mingdan sotarman. Men misol uchun juda qimmat sotmayman. Oshib kelsa 150 ming, 200 mingdan sotaman bolalarning o'zini. Lekin misol uchun 8 ta bolasidan 1 million 600 ming so'm. Uji bitta bolasidan chiqadi. Buni bir para quyonni ishlasanglar bo'ladi. U yoqda 3 yil, 4 yil bemalol ishlata olasizlar. 3 yilgacha ham deylik, 3 yil maza qilib ishlatasizlar. 3 yilda u nechta bola beradi sizlarga? Oho, bir 20 marta, 30 marta bola beradi. U bolasini 100 barobar qilib chiqavorasizlar pulini. Keyin iloji boricha quyonlarda yaxshi qimmat sotlarni olish kerak. Chunki oddiy hashak quyon ham ashi yem deydi. Zotdor quyon ham ashi yem deydi. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Bularga endi suvini quysak, chanqagan bular aniq bilaman. Akalar, men ham katta quyon ishqiboz, katta quyonchi emasman, chunki 1 yil hali bo'lmadi boshlaganimga, lekin shunchalik inlarda qilib mana ko'paytirishni boshladim. Foyda oyiga 15-20 million so'm bor. Misol uchun men baqlashgani yarmini 40 ga beraman. Bu oddiy, misol uchun uy sharoitida qilingan inlar bular ham. Hali u mukammalga ikkita kafasda 2 million, 1 millionga oladigan hali sharoitga yetmadim ham. Lekin foyda qilyapman, lekin u darajada qilmadim. Mana o'yinimiz misol uchun shu standartga javob berishi mumkin. Keyin mana o'yinlarimiz bor. Lekin mana o'yinlar ham u ancha yil avval qilingan inlar. Misol uchun bir 6 yil, 7 yil avval quyonchilikni boshlaganimda unda hashak quyonlar baqardim. Hali men ham bilmasdan hashak quyonlar baqardim. O'shanda olib kelingan inlar. Mana hammasi eski inlar. U dashi mana yashillarda turadi, joy yo'qligidan. Buning hech qanaqa aybi yo'q. Muhimi, uni o'rab olib turib, sal o'rab turib, misol uchun bitta in qilib turib, qo'ysanglar bo'ldi, qolgani sekin-sekin davom ettiradi. Hali birdaniga inni qilish kerak. Inini zo'r qilib keyin qo'ya olish kerak. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Men jomni ham baqqanman. Jomni qo'yib olib turib, ustiga nimadirlar qo'yib yoki yashikni qo'yib turib, yashikni ustiga shu nimadir, korobkami yoki yana yashikni ustiga bostirib, ikkita yashikni bir-birini qilib ham quyon baqqanman men. O'shaning uchun quyonni baqorish kerak. Misol uchun mana quyonni o'zi 200 dollar, 300 dollar quyon mana. Bir mana shu ona quyonim o'zi 300 dollar. 300 dollar quyon mana oshib kelsa bir 3-4 ming so'mning inda turadi. Nimaga? U yetadi misol uchun ashimi. Inini sal tozaroq turasizlar. Bu hozir sizlarga go'ngroq ko'rinishi mumkin. Yo'q, unaqa emas. Prosta bu chirigan hisobiga haligi sarg'ayib ketgan. Suv emib shunaqa o'tib sarg'ayib ketgan. Xudo xolsa ikkinchi feramizni ham video qilamiz. U ikkinchi feramizda toza trikollar bor, u отдельный inlar. Bu misol uchun uyda baqilayotgan quyonlar. Bugun mana shanba kuni tozalab bo'ladi. Hozir bu yemlarni berib olganimizdan keyin 1 soat, 2 soat yeb olgandan keyin quyonlarni отдельный olinadi, yerga qo'yib yuboriladi va ponni inlari tozalanadi. Xudo xolsa inlarni tozalash jarayonini ham video qilamiz. Hop, keyingi quyonga mana. Mana quyonimiz mana trikolorda karliga mana. Rex karlig ham deb qo'yadi. O'zi Rex, trikolor, gepard hammasi o'zi Rex zot emas, ya'ni ter yo'nalishiga. Bu mana samesimiz. Yemi bor ekan. Lekin men bozorga yem berishimiz kerak. Suv ichishimiz qani? Iloji boricha suv idish qatirib qo'yish kerak. Suv idish qatirib qo'ymasalar, bu quyonni tishlab turib shunaqa qiladi. Mana. Quyon keladi. Sizlar quyonlar keladi. Ko'ringlar, begarga aytmayman, quyonni silab turish kerak. Stressdan chiqarishga yordam beradi bu narsa. Va qo'ylarga o'rgatasizlar mana. Ko'ryapsizlarmi? O'sha quyon yotyapti mana oldinglarga keladi. Ke. Sen nima bor? Yeming tugayapti, seni yem beramiz. Yem beramiz. Men hech qanaqa montaj qilishni bilmayman, shuning uchun shunday olaveraman. Kimgadir yoqsa yoqmasa, iloji yo'q. Xohlasanglar ko'rmanglar bu videolarni. Lekin shu quyonni qarash davomida ham barcha narsani o'rgatib ketaman. Misol uchun odamlar aytmagan gaplarni. Keyin quyonlarga hadeb o't berish ham zarar. Ko'p o't berib olmaydi.
Sal sog'intirib berish kerak o'tlarni. Misol uchun men kecha berganman, endi bir 3-4 kun dam oltiraman quyonlarda. O't bermayman. Kecha emas, suvini shanqagansa. Lekin yem berish kerak. Suv uzilmasligi kerak, yem uzilmasligi kerak. Yopilib. Ha, yopilibdi. Endi yopilib. Mana bismillahirrohmanirrohim, mana gepard otlarimiz. Buni shurpa bilan qatirib qo'yganmiz. Nimaga dedilar? Ona quyonlarni ochib yuborishi mumkin itarib. Bu inlarimiz sal narsaga ochilib ketadi. Endi qatirib qo'yganmiz. Endi sal pauza qilib turamiz, ochib olay, keyin yana boshlab ketaman. Ha, inlarimizni ochib bo'ldik. Mana bu quyonimiz, ona quyonimiz. Gepard. Oba, hali hech kim ko'rsatilmagan bolachalari. Urab qo'ygan. Bor chiqib tur. Mana. Mana. Chamni qo'pol qarata olmayman, onasi qarab turibdi. Yemizibsan, bolalaringni yaxshi qarabsan. Ha, siq turibdi. Men yopib qo'ydim. Ona quyonlarga bunaqa im bo'lish shart. Chunki ona quyonlar kirib turib tug'adi. Misol uchun mana buni karlik reksimiz ham. Bolalari katta-katta bo'lib qoldi mana. Mon qarang. Pom. Pom-pomchalar. Karlik reks otlarimiz. Mana quyonimiz kallasi mana ochilib nimadir bo'lgan. Bu nimadan desanglar, bu vitamin yetishmasligidan onasi jun yeb qo'yadi bolasini. Bu kasallik emas boshqa. Hali almatadi, nimadir yuqib ketgan kasallik, yo'q, unaqa emas. Bu onasi tayib bo'ladi. Onasiga iloji boricha vitaminli narsalar ekol qilish kerak. Multivit, ya'ni yoki gamma-vit qilib qo'yish kerak. Bizda mana aptechkamiz shu unaqa hisob qilamiz. Shuning uchun bu nitoks shamollashga qarshi. Bir yo'l ko'rsatib ketay deyapman. Asqon sho'ba. Mana. Multivit plus mineral. Mana yana bu faqat quyonlarga emas. Har qanday jonivorga ketadi. Qo'y, ot, mol, barobattalarga ham ketaveradi. Buni 0,1 grammini 1 milligramini 1 litr suvga aralashtirib suv qo'yib qo'ysanglar ham bo'lardi yoki o'sha 0,3-0,2 grammdan qilib turib, quyonni yesa holatiga qarab turib, ekol qilib qo'ysanglar ham bo'ladi bo'yin ostiga. Ya'ni bo'yin osti qaysi holatda bo'ladi desanglar, agar ona quyon ushalsa ko'rsatib beraman. Mana bo'yin tepasiga mana to'xtab tur. Endi g'ashin kelmaydi, mana bo'yin tepasiga ko'tarib turib, ekol qilasizlar. Yemin tugatib o'shancha g'ashin kelyapti, bilyapman. Bularni qonni ochsa hech narsaga qaramaydi. Keyin mana bolalari bo'qini chiqib tozalab qo'yish kerak bularda. Hech ichgan tozalayapman, to'xtab tur. Bugun ini addush uborga bo'ladi. Almatdan qonni och. Boya aytganimdek, quyonni yemini kam qo'ymaslik kerak. Mana yeb bo'libdi mana, ko'ryapsizlarmi? Mana 2 siqim 2,5 siqim solaman. Kech payt yana shunaqa solaman, 2,5 siqim solaman. Lekin yeb bo'ladi, chunki quyon och qolmasligi kerak. Bu ona quyon emizadi, bolasini yaxshi qarash kerak. Mana shu bolalar kelyapti, mana shu bolalar kelyapti, emishga bosh harakat qilishyapti mana. Qachon bittasi tushib ketmagan yana. Bularda o'zining so'skalari bor. Bular shularni ichadi suv, ona quyonlar. Shu kelasa, keyin ma pastdagi qizil satin. Xudo xohlasa qizil satindan bugun yana 3 para keladi. Bugun ham ertaga keladi, xudo xohlasa bundan 3 para zakaz qo'yganmiz. Kelinchi opa. Shu quyonlar hammasidan bor. Misol uchun, mon quyonlar sotiladi. Mon bolalari yana 1-2 oydan keyin sotiladi. Xo'p, men yerda mana rekslarimiz bor. Ular sotiladi. Bir para 2,5 oylik bo'lib, 2 oylikdan jinni o'tirib 10 kunlik bo'ldi. 2 oylik 10 kunlik. Bu yerda 2,5 oylik. Yani 5 kundan keyin 2,5 oylik bo'ladi. Va videoda ko'rgunlaricha 3-4 kun o'tib ketadi ba'zi. Shular misol sotiladi.
Yemni qarab olib, yemni berib, bitta sotiladigan joylardan ko'rsatib ketaman ora-orada. Suvini berdik, yemini berdik, suvi bor ekan. Hoppa, yopamiz. Bunga eng yaxshi anaqa qilgimiz kelmadi, shuning uchun og'irroq narsani olib qo'ydim. Bu yerda keyin pandaga vanalarimiz bor. Zakrepленный narsalar. Qalaysan-da? Keyin ishlaymi? Mana. Bular ham tayyor turadi. Bersan yeyman, ursang qochaman. Mana quyonimiz sal ozib qoldi, stressga tushib qolgan, chunki buni sal silab turish kerak. Shu qanaqadir mishiq pishiq yoki nimadir kelgan yoki shovqindan qo'rqib qolgan bu quyonimiz. Ko'rasizlar? Silab turish kerak. Bir kunda bir mahal yoki ikki mahal. Bu quyon stressdan chiqishga yordam beradi. Gamovit qilishda esdan chiqarmaylar, lekin birinchi bo'lib gamovit qilish kerak bular stressdan chiqarish uchun. Gamovit, multivit qilib turib, keyin silab turish kerak bularni. Mana. Endi men hamoya ham sizlar deyapman. Ke. Videoda ko'rmayapsanmi? Yana bir siqim mayli. Mehrimiz jo'shib ketdi, yana bir siqim solib qo'yamiz. 3 siqim. Maza qilib yeylar. Omad ham ortimdan kelgan vaqtida. Hop. Zeriktiramiz. Hop. Buni ko'rsatdik. Endi buni qilsatning bolalarni to'g'risi ko'rsatolmayman akalar. Bu hali chunki endi bugun tug'ildi. 1 kunlik bo'ldi. Buni jini onasi o'zi qarab olsin, 3-4 kunga ko'rsataman uni ham, xudo xolsa. Mana. Jim tur. Telefonimiz zarati ham o'zi tiring dedi-yu. Lekin video olishga yetadi. Xo'p, akalar. Hamma istayotgan trikolordan chiqqan golland samka. Nimaga bu golland samkani hamma istayapti? Trikolordan chiqqan. Nimaga? Bular misol uchun donaxonlikka yoki charli trikolorlarga qo'shsanglar, bolani o'ta tiniq beradi. Dona, toshni xonligidan beradi. Bu quyonimiz ham bir 2 oylik paytda, 1,5 oylik paytda, 1,5 oylik, 2 oylik paytda bitta quyonlar urushga ketib qolib, stressga tushib qolgan. O'shandan beri shu mana silaymiz, mana o'z oldinga ko'zini yumib olib ko'rasizlar, rohatlanib, mazza, menga mazza deydi. Mana. Mona ham g'ash kelyapti. Menchi deyapti. Menchi deyapti. Menga qaramaysanmi deyapti. Senga ham qarayman. Yerimiz suyapti-da. Oltavay janoblari. Hop, yem beramiz. Ana. Yemni solinglar. Haliga yem ozroq berish kerak, uni qilish. Bu quyonni qara ko'rasam, kattaligini o'sha inga sig'maydigan 3 oylik quyon shunchalik. Ayrimlar 4 oylik quyon ham hali shunchalik bo'lgani yo'q. 4 oylik, 4,5 oylik. O'sish kerak bu trikolorlar. Misol uchun ertaga bu voyaga yetib turib 1-2 yashar bo'lgandan keyin onadan, misol uchun ona quyonga arzimagan qo'ygandan keyin so'yiladi-da, qancha vesi katta bo'lsa, teriga sotiladi bu narsa. Teri o'rnashga sotsanglar bo'laveradi, bemalol. Suvimizdan beramiz ekan. Akalar sal pauza qilib turaman ekan, chunki u yoqqa bu yoqqa borib kelgani vaqt cho'zilib ketdi. Ha, yo'q, pauza qilmaymiz, bo'pti, mayli. Mana suvni olamiz. Ushlaymiz. Bunday qilib turib ustiga jinniya qo'yamiz. Suvni ichadi. Bo'pti, yaxshiman. Akalar, qaranglar. Bu yaramas quyon. Buni bitta aybi bor, bolalarning ham aybi bor. Mana. Bu yoq top-toza, ko'ryapsizlarmi? Aynan may kelib chichadi. Bu chichgandan keyin mononga tushadi. Demak, men bir kunda 3 tiyin tozalashim shart. Chunki siyib pichib aynan shu yerga chichadi. Yaramas. Aka, eng qiziq bolalarni anaqsiz g'ash keladi buni. Eng zo'r ona quyonim meni. Bolalaring chiqib qo'yibdi. Buqlarni yeb qo'ymagan. Keyin quyonlar o'zini go'ngini yoki nimadir boshqa narsa yeb qo'ysa,
kartidroz degan kasallik bor, qonni ishib ketib qoladi. U kasallikni davolash ancha qiyin narsa. Misol uchun o'rgatgan taqdirda ham eng katta quyon bo'lishni o'rgatsa ham ayrim quyonni anaqa yangi boqayotgan odamlar boqolmaydi, qarolmaydi, o'ldirib qo'yadi. O'shaning uchun iloji boricha ehtiyot bo'lib qarash kerak. Quyonlarsa tozalab turish kerak. Mana. Anaqa отдельный ko'tga qilib olasizlarda, qochib tur, yo'qol. Ne qilib shupirib turasizlar buni. Har kuni shupirib turmasanglar, qochib yo'qol yeb qo'ysa bo'lmaydi-ku. Pastga tushib olib turib, opayni. Umri uzoq bo'lib, rizqi ulug' bo'lsin. Yaxshi kelyapti. Bolangga tegmayman. Bor yo'qol, men ham g'ashimga tegibsan. Qo'llar ko'ryapsizlarmi? Shinini urib. Shular qiladi, boshqa kim qiladi? Biz jivoy holatini ko'rsatamiz. Jivoy quyonlarni, misol uchun o'zimizni borini ko'rsatamiz. Bemalol uyga kelib ko'rasizlar, yoqqanini olib, talab. Bolalari ham sotiladi. Bolalari sotiladi. Ko'rasizlar, bularga ko'p pul olish kerak, 3-4 so'm sotish kerak. Chunki mana bolalari shu bolalar, misol uchun hozir videodagi katta ko'rinishi mumkin, kichkina ko'rinishi mumkin. Lekin bu bolalar misol uchun 20 kunlik bolalar mana quyonni. 1,5 oylik quyondan katta. Kalalar ko'ryapsiz, dumaloq, moshni. Ona quyon o'zi mana inga sig'mayapti. Endi xudo xolasa sal pul olib, xudo xolasa 3-4 so'm pul qo'ysa, nima bo'lmaydi hayotga, to'xtachi. Ko'rdim, shu yerda nimadir bo'lib qolibdi. Ke. Chechi. Nimadir tabibda endi ko'rib qo'yamiz salroq. Misol uchun tishlagan bo'lishi mumkin yoki jungirilgan bo'lishi mumkin yana. Hop. Oliy. Xudo xolasa bularni endi misol uchun sotib turib keyin qilishimiz mumkin. Misol uchun shu quyonxonani ham shu quyonlar sotib turib keyin qilganman. Hammasi sekin asta-asta bo'ladi. Misol uchun menda faqat bitta quyon yo'q. Misol uchun mana panda, hamma yaxshi ko'radigan panda zoti, zakreplenniy, toza narsa, kalalari dumaloq mana moshni. Mana. Sames mana. Moshni narsa. Va shundan chiqqan bolalarni ham ko'rsataman. Avval yemini berib olay. Va yesalarmi? Ha, yeyapti. Xo'p, akalar ozgina pauza qilib turaman, chunki zaryadam 5% qolibdi. Pauza qilib turib, power bankni ulab olishim kerak. Power bankdan keyin sekin yana olaveramiz videoni. Bizda unaqa narsalar yo'q. Ozgina pauza. Bu pauza bo'lgandan keyin misol shu yerda boshladim. Mana kerakanda pauza qilishim mumkin. Zarakaga qo'ydik, power bankga qo'ydik. Power bankda ham o'zi telefon ekrani xiraligini. Qachon men ham iPhone olaman dedi-yu, 48% ekan. Mana quyonxona ham burchakda akalar mana. Ko'rlam hech kim yalahib bermaydi. Misol uchun hidi chiqsa ham shu burchakda yo'qolib ketaveradi. Iloji boricha quyonxonani shu burchakroq joyga qilish kerak. Hali hidi misol uchun uyga yoki boshqa narsaga urmay turadi. Xudo xolasa mana shunchalik misol uchun quyonni o'zidan shunchalik daromad. Quyonni o'ziga sarflayapman akalar, hozircha haliga uyni qasr qilib olyapti ekan, boshqa narsa demanglar. Yo'q, 10-15 million pul topyapman oyiga, yo'q. 15-20 million foyda bor. Lekin bu quyonni o'zini yemlari, boshqa balabatlar bilan 7 million, 8 million yoki 10 million qolar. Sim ochil. Hammasi. Uxlayapti ana. Biz qayerga yetdik? Och qolib ketdim ola. Akalar dedim. Opalar ko'rishi ham mumkin, opalar ham deb boramiz. Opalaringni. O'yna quyon. Mana. Anasizdagi aytgan quyonchalar. Otasi. Polvon. Yangi kuyov bolalardan. Xursand bo'lib ketishini qaranglar. O'yna, xursand bo'lib ketishini qaranglar.
O. O'zi buni qilib turib atdeni video qilsa ham bo'ladi. O'ynaganni. Hali bunlar qilib o'ynaganlarni. Ha bo'pti, mayli. O'yna quyon, o'yna. Bugun to'yingda o'yna. Yem beramiz, o'tab tur. Misol uchun akalar, mana bonfit yemimiz bo'ladi. Bonfit yemlari nomer 1 yemlar. Bu quyonni semirishini yorib yuboradi akalar. Qolgan yemlarga adovatimiz yo'q. Qolgan yemlar ham yaxshi. Har xil, misol uchun bizga yoqqani shu, misol uchun quyonimiz o'rgatganimiz. Vup. Vup. Bir qobimiz xudo xolasa 3 kun 4 kunga yetadi xolos. Shuning uchun sal quyonni 122 ming so'm, oho 122 ming, 1 kilo 2 kilo quyon olaman dedi-yu, xashaki quyon olasiz albatta. Aytayman, xashaki quyonni olganingizdan keyin o'sha gap. Ba'zi o'sha yem deydi. Undan ko'ra baxmaga yaxshi. Xashaki quyon undan ko'ra bozor hisselar ham beradi 100 ming, 150 mingga. To'g'ri aytyapsiz, so'yib bergani yaxshi. Lekin bular dekorativniy, junga, misol uchun biznes qilaman degan akalar bo'lsa, misol uchun teri o'rnashim, misol telpa yoki misol uchun kurtka yoki hali yoshligimizda bo'lar, Bruzipda Dalmatin degan kino bo'lar, bitta yovuz, hali yalmog'iz kampir. Seni itlaringni so'yaman dedi-yu. Asha mana itlar so'yish kerak emas endi, mana trikolorlar chiqqan, dalmatinlari ham bor. Xudo xolsa, keyingi videoda trikolor fermaga boramiz, o'zimiz fermamizga. Uni ham ko'rsatamiz. Bu uydagi kichkina aniga zerikib qolmasligi uchun qilingan joy. Lekin ferma atdeni ferma. Bu yerda chunki har xil, misol uchun uyda, misol uchun mahalla-ko'y yoki qanaqa tanishlar kelib qolsa ham bemalol mana quyon kerak desam, misol uchun karli kerak desam, mana qilsating desam, mana karli rekiz, mana gepa desam, mana deb, gavana desam, mana deb, gallant panda desam, mana deb ko'rsataveramiz. Yoki karli tikka quloq desa, buni qilib ochib turib mana uni qaranglar deyman. Xudo xolasa ona quyonim. Akalar, qulog'i barmoq bor-ku. Qo'limni cho'zsam qiyin-da, buni o'lchab. O'zi ko'rinib turibdi kalasi, mana kattaligi ham, bundan ham kichkina. Keyin bitta videoda chiqib qolsa ham, hamma qashqa tishlaydi. Mana shu yerdan o'lchab bera olaman, mana kallasi, mana. Ko'ryapsizlar-a? Mana, ikkita barmoq. Orqaga borishim jatmi? Ko'rsataman Liboyda. Aka, qora karli baran toza miniloplardan bormi desa, "Ja, minilop emas, aka, qora karli baran bor" deyman. Bunday qilib ochib turib, ochilishi ham ba'zi qiyin bo'lib ketadi. Bo'ldi, ana. Mana deyman. Aka, sindirib qo'ydi. O'zi murodi maqsadiga yetib kelib turibdi deydi. Mana. Seni dunyoga ko'rsatish uchun qara, qancha mehnat, qancha. Buni odamlar bilsaydi dedi-yu. Senga yem beraman diyorum ha, dodurab yuribman o'zim, videoda olaverib. Sizlar qarab o'tirib, keyin video olsam bo'lar ekan. Yetami? Bolalaringning haqqi, hurmati. Kayf qil, meni davrimda. Ol. Bizda berilgan narsa so'ralmaydi. Ham bag'i ham bor. Yemiz suyab qolsa keyin istab yuramiz yana. Ko'p berib qo'yibman. Sal 1,5 kun ozroq bersam bo'lar ekan deb. Mana karli bilan qaranglar. Mana qachon ona quyonchini mana. Lekin qo'qqaq bu. Shu ona quyonni akalar rostmoni 150 ming so'mga olib kelganman. Tayyor ona quyonni paytda endi misol uchun yosh bolalar misol uchun pul zarar bozorga olib chiqadi. Buni bolalarni eng arzon sotganim 150 ming so'mdan sotganman. Uni samesichi desanglar, sames ham udarda. Sames. Moshni. Deb ko'rib qo'ying. Ha, bo'pti. Nima qilyapsan? Sames. Split, minilop split. Karlik baran. Men samesda bu. Otavoy be, deydi-yu. Akalar eshitgan bo'lsanglar, quyonlar yo'talib ham qolgan. Bo'layapti. Hali boya ko'rsatgan Nitox bor, o'shandan 1 grammdan shunaqa yo'talib qolsa, 1 gramm deyapman, 1 gramm urib olmaylar yana, hazlashyapman, 1 milligram urib olmaylar yana. 0,2, 0,3 milligram urib qo'yasizlar.
yana 1 milligram o'tib, meni yana ertaga kommentariyada qarg'ab qo'ymanglar. O'zi yangi boshladik, bir 30 tami 40 tami obunachi bo'ldi. Xudo xolsa buni bir 100 ta 200 ta bo'lgandan keyin ham kimdir yana ko'rib turib yoki prosmotr yaxshi bo'lib ketib 100 ming 200 ming ta bo'lib kelsa ko'rib qolsanglar. Ashpayt. Balki bir yildan keyin ko'rishinglar mumkin. Quyonxonani vaqt yolvoraman. Ashanda ko'rsanglar, demak bu bola ham ancha mehnat qilgan ekan deysizlarda. Bu osonchiligi bilan bo'lmaydi. Yemni olamiz. Yemi bor ekan, bunga sal yetadi. Ko'p zarar. Yeyapti. Ochopat. Ochopat. Obbo. Akalar, qaranglar. Hayajonli damlar. Hayajonli damlar. Ha, enayini yemmay ko'p. Shu yerda bo'shatmayapman. Ona ochadigan mana ekan. Voy, qavza qilganni o'zi ochaverim. Quyonni noldan qarashni ko'rsatyapman akalar. Like bosib, obuna bo'lib, yana nimadirlar qilib yuboringlar. Xudo xolsa yaxshi kandidlar bilan. Ona qarayapti. Muchi. Ularni qaranglar bularni. Tim turing. Jim turing. Shong'illanmang. Hali Chingiz gapini o'rganish kerak. Bo'ldi qalay, sabr qildingiz deydi. Shular akalar 2 haftadan keyin sotuvga chiqadi, ko'ringlarmi? Yotishni qaranglar, chiqishini qaranglar. Buni. Neto harakat qilsang itaraman deyapti, bu. Itavaraman deyapti, yo'q, yo'qotaraman deyapti. Bu so'kinish emas, itavaraman deyapti. Ha, yemang tugadi, beraman mana. Bolaning chiqib qo'yibdi, ichiga tushirdi. Bu yarim soat video olib qo'yib bo'lsa, biz ham qattiq bo'lib ketyapmiz. Biz ham iplomga ketyapti akalar. Bizda ham bu ko'payib ketdi. Bizlarda quyon ko'payib ketdi. Paxtaqol, paxtalarni qo'yavering jo'ra. Bizda ham quyon ko'payib ketdi. Yine o suv ichdi qaranglar. Aşağı kirish kerak qo'l. Yo'q, kirmaymiz. Biz hitrlik qilamiz. Mol lapatkani olamiz. Lapatkani minni qilib turib. Voy, yo'qol, ey. Ochopat, yo'qol. Qoch, yo'qol. Ne? Ana kulishlar bormi? Men ochib beraman. Voy, suv yo'q. Hey, suv yo'q unda, to'xtab beraman hozir. Ol ich. Ona quyon chanqaydi. Turdinglarmi kuchlar? Tushib qolmagina yaramasang. Onang ichib olsin, sabr qilib tur. Qayta tushib qolasan, qoch yo'q. Seni ichib olsang yana suv qo'yaylik, akalar, keyin yopamiz bu yerda. Bu temalarni yoqib tashlayman. Ha, yine yemma yur. Akalar bitta ishlaylik. Kema suv idishini bergin. Nima gunoh desanglar ham foyda. Meni dadam meni o'ylagan yoshligimda. O'zi yemasdan menga yedirgan. O'shaning uchun sen ham o'zing yemasdan bolalaringga yedir. Bu suvni nima qilamiz? Bu suv yomon bo'ldi, ko'ramiz.
Mana. O'zi yemay, ichmay. Menga yedirgan deb. Kallang katta olmayversin ha? Mana. Ol. Eplab ichasan-da. Mana, qo'y. Yemayda suv ichish bor ekan akalar. Topdim men. Kurt yirtildi. Kurtga toshni yirtildi. Qildi. Yirtilmabdi. Kurtni chaqirib turib, nima qilib turib. Nima chaqirib turib. Nima turib. Ne qilamiz, to'kamiz. Ne turib. Icholmayapsan-ku, nimada ham ne turib. Ne turib. Mana turib to'kamiz. Va yana ne turib. Kurtni qo'yib turib. May qo'yib turib. Mina qilib qo'yamiz, nechadi keyin. Ondan buncha so'gan go'sht to'kadi. Bularni olib qo'yamiz. U to'kib sovuribman. Vaqti mo'g'oraylar. Uy, 6 so'm sovuribman. Yo, bunchalik ko'p solish kerak emas lekin. 6 so'm sovuribman. Archa bayramga ketib qolmasin. Yetadi shu. Akalar zerikali olib ketib qolmadim, mama. Men bitta ko'rsatay deyapman-da. Endi 35 ming topdi. Kino ko'rsanglar 1 soat bo'ladi. Sizga gapirmay turamiz, azon chaqiryapti. Akalar sal pauza qilib qo'ydim. Aytganimdek azon chaqiryapti o'shanda. Ko'rgan mana yo'lidan iloji mana 4 ta narx turib. Haliga Rex trikolorda samesi. Rex sames karlik. Men bildirman o'sha Jaloliddin deyapman. Qarayapsan? Suving yo'q. Yeming yo'q. Yo'q. Mana. Yo'q. Sen emas u. G'ashing kelmayapsizmi? Men quyon xonani tayini jiyanlarimga aytaman tozalab qo'yadi. 10 ming so'm bersam, mana hali butun qilsa top-toza bo'lib qoladi, shunday qiladi. Hozir havoza qilib shunaqa qilamiz yoki o'zim tozalashim ham mumkin. Pul o'zimga qoladi zato. Ma. Quyonlarga qancha ko'p mehr bersanglar, quyonlar ham sizlarga xuddi shuncha ko'p mehr beradi. Chunki quyonlarni birinchidan tekinga baxmayapsizlar. O'zingizlar foyda qilish uchun baxyapsizlar.
Endi nima qilgan bo'lishi mumkin? Bolalarimga o'yinchoq yoki bolalarim bilan o'ynaydi degan maqsadda baqish mumkin. Bu quyonxonaga qarab turgan qilmanglar. Mana misol uchun yaxshi quyonlar yaxshi joyda turadi baribir. Misol uchun sizga sotadigan quyonlarim ham misol uchun uyda bemalol dekorativniy qilib baqsa bo'ladi. Mana top-toza joyda turibdi, somon tagida. Trikolor ham toza joyda turibdi. Bu quyonlar nimaga unadi desanglar, bu quyonlar birpas loyiq bor. Men aytgan sababimni tushuntirdim. Keyin menda misol uchun bunaqa katta sharoit ham yo'q. Udar qilib yuborgan quyonxonani. Maqsad pul topish menda. Endi xudo xolisa iloji boricha shunchalik qildim. Endi bundan yana bundan keyin ko'paytirib yana ham bundan yaxshiroq qilaman. Aytdimki, fermaga olib boraman. Fermada ko'rasizlar, ferma boshqa narsa. Bu uyda qilinganligi uchun sharoit shunaqa sal yomonroq bo'lib qoldi. Bu inlar buziladi xudo xolisa. 1 oy yoki 2 oy ichida bu inlar yo'qolib, o'rniga mana devorlar suvoq bo'lib, noldan boshqatdan inlar bo'ladi xudo xolisa. Shu 1-2 oy kuzatib turinglar, 1-2 oy ichida quyonxonani yangilash ishlarini ham olib boramiz. Inlar qilamiz, xudo xolisa inlar qilganimizda ham videolarni qilib beramiz. O'zimiz qilamiz inlarda. Endi shu ota bola deydi-yu. Dadam bilan men sekin qilamiz. Dadam ham ishlaydi, işte men ham ishlayman. Endi qayerda ishlashimni ayta olmayman, dadam ham ayta olmaydi. Lekin hamma misol uchun davlat ishlaydigan odamlar ham bemalol baqsa bo'laradi. Bu uyga qo'shimcha biznes. Mana hali yeyakaman. Mo kichkinani qaranglar, yekanini buni. Hey, yomon videoga tushib qoldi. Mana o'zinglar misol uchun maza qilasizlar bu quyonlar baqqandan keyin. Akalar sizlarga bitta quyonni ko'rsam, bekini yotib bu yerda mana. Buni urg'achi quyoni o'zi 300-400 dollar atrofida. Men samesi, men aytganda sog'oy kelib qoldi bu sames. Rex Caster. Kamerada qilib ko'rinyapti. Bu o'ta mehrli narsa. Jivoy kelib ko'rsatilgan shunga. Mana buni, juni. Shuni meni yaxshi ko'radi bu meni. Mana. Ko'ryapsizmi o'ynashni? Ana bitta qo'lim ushlab olsang ishanaver. Dada deyman, qoch. Qayt. Yem beraman desam ham qaytmaysan. Bilmayman turaman. Yemdan kelib olaylik. Rex Caster. Yana pauza qilib turaman, chunki suvni berish ancha qiyin ekan. Bitta qo'lda telefon ushlab turib kulish ancha qiyin bo'lyapti menga. Xo'p, mana suvni ham yuvib berib oldik, yeyapti mana. Yemoqchini quyonchamiz qoldi. Inimiz nomli bo'lgani uchun korobkaga ham qo'yib yuboryapmiz. Mana qulog'i qaraymi? Hatto voy. Bitta qulog'ini ko'rib oling. Olaveramiz biz. Tag yopishgan holatda. Qulog'i. Xudo xolisa buni bolalari ham sotuvga chiqadi. Bunday qilsa kirib ketadi ekan. Bo'yindan mana qulog'ini tagidan bunday qilib turib, mana qilsa, mana. Quloq. Ochol. Mashin kiymay qolsin. Tush pastga. Akalarga imtiyaz ko'rsatmoqchiman sizlarga. Endi videoda o'tkazib ko'rgan bo'lishingiz ham mumkin. Endi men bilmayman, bu sizlarga o'zingizlarga bog'liq bo'lgan narsa. Suv idishga suv chaqamiz. Lekin boshdan oxirdan ko'rsanglar, u haliga maza qilib emotsiya bilan ko'rasizlar. Quyon baqiylar kelaveradi yana. Quyonni qarab turib. Mana 42 minutmi? 42 minutdan beri qarayapman, lekin zerikkanim yo'q, maza qilyapman. Bu navbatga o'yinchoq. Telefonga qarab turib, yerga to'kib yubordim suvni. Buni o'zining gashti bor akalar. Bu quyonni qanday qilasizlar qarab turing. İçini görüyorsunuz. Chanqagan ichatdi. Yaramas. Telefonni qarab ko'rib qoldim. Yemin nimaga to'kib yuboribsan? Aytdim, yemin nima to'g'ri qoldi ekan deb. Yaramas. Yana pauza qilib turaman, chunki meni ochish kerak. Bu ustidan narsa olish kerak. Shuning uchun sal pauza qilib turaman. Mana tupet ko'rdim, qora quyon paydo bo'lib qoldi. Mana bu qora chorniy
karlik o't der. Qulog'i yomon sameschi, ishlaydi, urishadi. Bujun. Ha, bu tut. Qulayni o'cha bo'la. Yaramas. Buni ham qo'ygatish kerak. Urasi urish qoldi ekan. O'yin qara quyon va yugurib yon-bu-yon sherigim voy ani ko'rishib qolishdi. Urishadi. Hazillashdim, urishadi, hazillashdim. Kichkina demang bizni ko'tarib uramiz sizni deganlari shu quyonlar bo'ladi. Men tiriyman deydi. Qo'y. Meni g'ashimni tegishma, urib qo'yaman. Qayda? Mana u ajiku. Ha, suv ichayotgan, xalaq deymiz ekan. Ochiq olmay ekan. Xo'p, akalar endi bidish qilgan joyga keldi. O'sha quyonxonani tozalaymiz. Xo'p, endi yemni bu yerga qo'yamiz. Baklashkalar kerak bo'ladi. Chunki baklashkalar haliga suv idishga, yem idishga kerak bo'ladi bular. Buni menga qo'yib turamiz. Buni yoqib turamiz. Bu xo'p kerak emas ekan. Buni burchakka qistirib qo'yamiz. Qopdi. Buni ham burchakka qistirib qo'yamiz. Hop, suv idish burchakka. Bu kerak emas, buni tashlaymiz. Hop, yig'ishtirish ishlari boshlandi. Hop, suv idishda qolmadi, lekin buni mayk qo'yib tursak, botani ushbu olsa, hozir ushbu gapirib. 11 nima qilyapti yerda? Oho. Qattiqroq quyonga beriladi. O'zim ham yomon ekan bo'lsa, rasa qashim keladi. Tozalamasak bo'lmaydi. Vobbo, shuncha narsada hamma o'sha yerga kirib qo'yibdi. Quyonxona ulardiki emas-da. Menga qarashli. Bu bakni tengi soldi. Ya bu metro suv to'kilib ketmasin. Vaqtinchalik. Hop, buni tamam, bir qo'yib buni. Shpatel kerak bo'ladi. Nima edi? Quyonxonani tozalagan shpatel kerak. Hop. Shorasini mayga qo'yib qo'ysak, boradi. Suv idish ham mayga qo'yib turamiz. Boshcha bu mayga qo'yib tursin. Yemni mayga qo'yib turib, bir yo'la mayga qo'yamiz. Korobkani buchaga qo'yib qo'yamiz. Bu quyonlarni ustiga yopgani kerak bo'ladi. Shuning uchun buni hamma burchakka tashlab qo'yamiz. Kech paytsa sovuq bo'ladi baribir. Quyonxona soviydi baribir. Va cho'tka bor edi-yu. Cho'tka. Hozir pramo efirda bo'lganimda, sizlar obuna bo'lganda pramo efirda shu narsani ko'rsatardim. Pramo efirda qilib o'tirardik. Sizlar ham zerikmadinglar. Savol javob qilib, o'shaning uchun obuna bo'lishni unutmanglar. Bu barsok, ya'ni haligi mana quyon, it, hamma yoqqa haligi kana, shunga o'xshashalik qurtlar tushib qolsa, shuni sepish kerak. Bu kecha quyonni ichayotgan ekan, shunga dori qildik, buni tashlab yuborish kerak.
Shuning uchun ahliga tashlaymiz buni. Hop, suv yeyishmaga qo'yib turamiz. Hop. Maga qo'yib tursak, bu ham kerak emas. Ha, mana shu yerga tashab qo'yibman. Kalla ishlamasa oyoqqa dam bermaydi deydi-yu. Qoptab turib to'kib olsa nima bo'ladi? Meni biroz so'yganmidi. To'g'rimi? Mana yemni joyiga qo'ydik. Mana ancha joy ochildi. Buni menga qo'ysak. Men buni mana. Mayt o'zi mana chiroyli bo'lib qoldi mana. Stol. Mana burchaga qo'yamiz. Bu lapati kerak bo'ladi, ag'lat olamiz. Mana ko'p bo'lsin. Xo'p, g'ishlar, toshchalari yonmashiga qo'yiladi. Kerak emas narsa yonmashiga qo'yamiz. Xo'p, salafan kerak emas. Shuning uchun busiga tashlaymiz. Kirata kerak, buni maki bo'lib qo'yamiz. Xo'p, mana kirilgan ichiga endi mola solib qo'yamiz. Xo'p. Yorug'likka chiqamiz. Shupurgi. Ya bu qalin shupurgi bo'lmaydi. Hop, mana shupurgini olamiz. Ichkariga tashlab qo'yib turamiz, sal bo'lsa ham. Keyin yana bitta shupurgi. Kiysa. Va kiysa. Nima gap? Ichini shupurgi kerak edi. Ichini shupurgini olamiz. Ketdi, yur. Yur. Yuray. Bu ham o'zing qilaver, qo'y, meni boshim og'ritma debdi. Nima ham devdik. Qarang mana. Buni yoqtirib mana. Push, mana. Tozalandi. Endi axlatni olib qo'ydim. Quyonxona tozalanib tursa yaxshi bo'laveradi mana, misol uchun sal axlat bilan bir jinni joydan mayin jarlan chiqdi. Hali quyonxonaning ichlarini tozalamadik. Agar ichlarini tozalasa yana ham ko'p axlat chiqadi. Hozir tashqarisini tozalanib chiroyli qilib qo'ydim. Mayatlar vaqt yo'q mana. Men buni haliga mana nima qo'yasizlar, taraflar bilmadim. Bizda haliga oyim shupurgi deb qo'yadi buni. Haliga nozlanib shupurgan shupurgi. Shu shupurga tayyorlanib chotki qilib shupurib olsak, yana shu qoladi. Endi ham burchaga boramiz. Naq turib mana qarab turing. Naq turib pauza qilamiz. Mana. Axlat olindi, quyonxona tozalandi. Mana, ko'rdinglar. Quyonlar o'zi rohatlanishga boshladi. Buni nima qilamiz? Buni olib ketamiz. Quyonxonadan chiqamiz. Yorug'lik. Mana. Agar buni yag'varish kerak emas. Bu agrotlarga tayyor o'g'it bo'ladi. Bu narsa. Tush. Mana bu narsa agrotga o'g'it bo'ladi. Salafanlar olib qo'yasizlar. Salafanlar lekin chirimaydi, bilasizlar. Yoki axlat mashina kelganda beraveramiz bularni. Mana. Bitta gap aytaymi? Mana qaranglar. Mayerda ham quyon bordi hatto. Ishonmaysizlarmi? Bo'jang. Ohoy, biratalla. Kun yorishdi. Haliga gepard samkamiz samesi joy yo'ligidan iloji tashqarida turibdi ular.
Chunki juni qalinligi hisobiga bular sovuqqa sal chidamliroq. Eng yomoni bularga ham yem berish kerak. Hali 1 soat video qildik, o'zi 1 soatmi, 1,5 soatdan o'tib ketdi bu video. Chunki tozaladim, ortida pauza qildim, yana nimadirlar. 1,5 soat, 2 soat. Lekin buni gashtirib olayotganimiz yo'q. Kiramiz. Cho'q taylab qo'ygan yem idishimizni olamiz. Hop. Bankamizga yana pauza qilish yo'q, kerak ekan, o'sha olsa bo'lar ekan. Bu kuzni gashtira boshladi. Bu eng qizig'i kecha yomg'ir yog'di. 1 oy bo'luvdim, bilmay yomg'ir yog'may qo'yganiga. Lekin nom eslab o'tib ketdi xolos. Yomg'ir yoqqanlik ham bo'lmadi. Quyonxonani mahkam qilib oldim axir. Taylardan chunki biz qishloqda yashaganimiz hisobiga bizda mishiqlar ko'p. Quyonni bolalarini yeb qo'yadi. Shuni hisobiga mana ikkala tomonni yopib, buni o'rab qo'yganmiz. Endi o'zimizning mishig'i, endi u mishiq bilan faqat yarashib yuradi xolos. Quyonlar bilan degani. Agar men bularga ochiqligini sababi bularga tega olmaydi. Razmarazga qo'yib beraveraman, libboy mishiqdi. Turishsizlar mana buni. Bilasizlar, kallani kattangi bilasizlar. Rex Gepard 5,5 kilo, 8 oylik. Yomon emas-a? Flander velganlardan gada turibdi. Nechi? Ha. Chayqa var, to'xtab ichmay tur. Ol ich. Bu ham tashqariga chiqib kelyapti. Yo'q. Bu akalar minilop rayon deyiladi. Karlik baran minilop rayon. Zot shu bo'ladi. Endi idishni olish kerak. Oldik. Parmağına koyup düş. Ben sindirib olgan. Yomon qiynalib ketdim, lekin suv quyguncha borib, bankani sindirib olgan ketdi, asabiy buzilib. Chiqma. Tashqariga chiqishma, borib qol. Shu joyni qilib yuborsam ekan, yo'q, qilib qo'yma, shunda qo'yib yuboraman. Cho'lni beri ham qo'yman. Ba'zi chunki asabiylashib ketaman, chunki bilmayman, ba'zi asabiylashib ketaman. Quyonlarni qarayotgan ana eng yaxshi joy nimadir qilsangiz. Lekin bunday kelib turib keyin qarab turib buni silasiz asab buzilgan joylari shuni tarqab ketadi-yu. Qarab turasiz mana. Bittasi ko'rsam qarab tur. Opa! Maka. Maka.
akalar, shu bilan mana 58 minut olibmiz videoni, xudo xolasa. Endi sal cho'zilishi mumkin, 1 soat 5 minut bo'lishi mumkin sal montajlarni. Xudo xolasa ko'rgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Men ham mana sizlar bahona quyonlarni zerikmasdan qarab oldim. Mana meni bir kunlik shu quyon qarash hayotimni ko'rdinglar buni aytganda. Bir mahal qarash, endi kech paytgina endi xudo xolasa video qilib beramiz uni ham. Yangi quyonlarga yangi videolar qilib. Aytganimdek, keyingi videolarda xudo xolasa tirkalor fermani ko'rsataman. Fermaga ham bugun 1-2 soatdan keyin boraman o'zim. O'shanda ham video qilaman. Uni yo bugun qo'yaman yo ertaga qo'yib beraman. Hammaga rahmat. Omon bo'lasizlar.